Dada. Anlaşla qarğandı Pərman tumşuq eğizdigan yerdə g'eribni oilasilar bilan qo'shib o'tirayotmoqchi ekan. Nima? Buni sen kimdan anladın? Ularni yolab mangan bir lashkar birsidan aytib beribdi. Uni kushkiritgan odam bor. Bo'lmasa, Pərman unda qilishga jur'at qilolmaydi. Dada, tezroq amalni qilayli. Balam, menen to'g'ri ketimni minalamsan? Minalayman. Tumshuq eg'izga boradigan yiq yo'lni bilamsan? Bilaman. Parijanab kel. Yürü. Sen navkarlarimdan bir qanchani boshlab, tong yo'rig'icha tumshuq eg'izga berib bo'l. Nima qilmoqchisizlar? Sen bularni nima qilmoqchi eding? Palvon, menda gunoh yo'q. Buning hammani Shahboz vazir o'rlashtirgan. Shahboz vazir meni bu ishni qilishga buyurgan. Vazirning farmonini bejo keltirmaslikka haddimmi? Qaytib berib, shoh ham vazirlarini yetkazib qo'y. Kimki boshqalarga uvol qilsa, shu kishi avval zavol topadi. Cho'qim deganlarni yetkazman. Ularni qo'yib yotmay qarab tursan-ku. Xo'p, qo'yib yetay. Hey, yosh bo'l. Mat. Shafqatchimga hech qalla. Nom shariflari kim bo'ladi ekan? Bizga qilgan yaxshiliklarni menga unutmaymiz. Ko'ngil kishilar bola qazodan xoli bo'lolmaydi. Faqat bo'linglar. Tezroq yo'lga otlaninglar. Boshpanayim. O'zlariga minglarcha tashakkur. Amin. Bu yerda nimaga qarab turibsan? Tezroq qaytib berib, eganga javob qil. Xo'p. Xayr, xo'sh. G'eribjon. Melikem, hoş haber. Tumshuq eg'izda bir palvon paydo bo'lib, g'eribjonni oilasidagilar bilan qo'shib qutqizibdi degan xabar o'rdiga po'r ketibdi. Aytganlaring rostmi? Albatta rost. Yolab ketgan navkarlar qaytib ketdimish. Melikem, Xudoning haqqi hurmati uchun bir kulavasla. G'eribjon, mehribon ona. Sizlar nerede?
nemishqa kelmaydigandu? Qishsimistanda o'siq qizdash, cho'l jazirda suv izdiganga o'xshash. Bu kim? Hürmetli Serdar, bu təvəyimizə suqunub kirib alğan payaqçı. Bizning 4-5 adamimiz bir odamga teng kelamidinglarmi? Batur, uni qochirib qo'ymanglar. Xo'p. Uni aziz mehmon qatorida kutib olinglar. Bo'ladi. Ana, nereden kelyapsizlar? Qo'rqmanglar, biz tog'dagi Sodiqatining odamlari. Sodiqat. Shundaq, tog'dagi Sodiqatining odamlari. Ana, Sizlar bir o'ch yigitni ko'rdinglarmi? O kim? Mening o'g'lim G'eribjon. G'eribjon. Sizlar marhum Hasan vazirning xonimi o'xshamamlar. Shundaq. Xudoga shukri, sizlarni oxiri topdik. Sodiq daga. kim o? Silimidilar. Uni bir ish bilan izlab keldimi? Sodiq tag'amni yangi soqqan, bu qilishdan ko'rib baqqan deb kelgandim. U texiylalar ustiga chiqib ketgan. Ma'qul, men chiqib baqay. Bo'ladi. Safar, qara, kim keldi? Gulcamol. Ay bivana! Gulcamol, obdan qizim. Mehribon aka. Safar aka. Gulcamol. Ay büyü. Mehmonlar, qani uyga marhamat. Mehribon ana. Balam. Men texsilani ko'rolmasmanmikin deb ansirgandim. Qaytib chiqqaninglar yaxshi bo'pti. Shohi Abbosni bundaq vafo jafo qiladi deb o'ylamabdiman. Bularning hammasi Shavaz bilan ayoli Xadichaning ko'rsatgan ahli. Hurmatli xonim, men Xudo oldida Hasan vazirning ruhi oldida qasamiyat qilamanki, tinch xotirjam o'tgan ma'murchilik zamon bir bilik yovuz kishilar tarafidan dafsanda qilindi. Men chuqum haqqoniyat yo'lida kurash qilib, yana shu zamonlarni asliga keltiraman. Allah sizlarga aql farosat, kuch-quvvat ata qilg'ay. Sodiqata, akamni burroq topsaq bo'ladi. Qizim, uni topimiz. O jahonning to'riga chiqib ketgan bo'lsa-mu, cho'qim tepib kelamiz. Hurmatli Sardor, u qandaqroq? Mehmon u. Ana. U bir kecha mushundaq deb chiqdi. Kishi azoblanganda yoki xushal bo'lgan chaqda har qachon onasini eslaydi. U yana bir necha qatim Sanamjon deb to'ladi. Sanamjon. Qamar, tez berib tevib chaqirib kel. Xo'p.
Bu yerda g'ayribda birisi bormi? Bu yerda yo'q. Yana boshqa zindon bormi? Bu yerda mush birli zindon bor. Kesinglar. Juringlar. Çoxun bir güzel meleki bo'lsa kerak. Voy xudoyim-ey. Menga nima bo'ldi? Serdar. Çataq bo'ldi. Nima bo'ldi? Bir zindonga o't qo'yib yutibdi. O't qo'ygan kimkan? Tutilib qolgan mahbuslarning deyishicha, g'ayribni izlab kelgan heriq tog'liq qaroqchilar ekan. G'ayribni izlab kelgan tog'liq qaroqchi. Undaqda g'ayribchi, u sizlarning o'zini qutqizib qolganliklaridan to'limi minnatdor ekanligini o'zlariga aytib qo'yishimdan topiladi. U hozir qayerda? U uxlab qoldi. Yo'q. Uning qiladi bo'lmasligi mumkin emas. Qandoq deysiz? Balam, bu Zulfiqarni o'z vaqtida men Hasan vaziriga so'qib bergandim. Bu gapingizcha g'ayrib bu G'arib tek hayot bo'lishi mumkin. Bu ishni mehribon onaga hozircha aytmay turg'in. Bu ashliqlarni ularga olib ber. Ulardan so'rashni unutma. Bahor kelay dedi. Ularga yana nima kerakkin? ma'qul. Setaraka! 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 Akamni topdinglarmi? Yo'q, dexe. Assalomu alaykum mehribon ona. Va alaykum assalom bolam. Dadam sizlarni yo'qlab kelishga avatgandi. Ozroq ochliq og'ach keldim. Sizlarni yana avar qilibdi-ku bolam. Takalib qilmang. Sizlarga qandoq rahmat aytsak bo'lar. Setaraka! Setaraka! Akam shahar kirib ketdimi-ya? Sardar, egallishimizcha g'ayrib rostilla qaslab o'ldirilgan Hasan vazirning o'g'li ekan. Uning onasi bilan singlisi tog'dagi Sodiqning yinida ekan. U xonga osiylik qilganligi uchun yoq yurtga palanganmikan? Shundaq. Qaytsangiz bo'ladi. Xo'p. G'ayribjon. G'ayribjon. Xizmatingiz, hurmatli Sardar. Yo'q.
Sardar deb chaqirmang. Men degan bir mazluma. Mazluma? O'xshamam deganman. Sanam. Qayna o'ltiring. G'ayribjon. Siz jahonda faqat birli sanam borsiz. Yo'q. O sizga azob ham oqibat beg'ishladi. Biroq men sizga o'z muhabbatimni, toj taxtimni beg'ishlamoqchi. Hurmatli Sardar. G'ayribjon. Men faqat Sardar bo'lish uchun yaralganmi? Ajaba men qalbingizni bahordek illatanmasmanmi? Hurmatli Sardar. Siz bahordimmi iliqsiz? Güzellik babida tangdoshsiz bir gulsiz. Mendek g'erib nigor vayronisi sizga qandoqmi munosib kelarsin? Bu u dal siz yashayotgan mush tuproqda. O'z qabilamdagi fuqarolarni demoqchimisiz? Hurmatli Sardar. Sanamjon haqida so'zlab bersam, anlig'ingiz. O bir vafodar güzel malika. O toju taxtdan voz kechib, pok ishqini mendek bir g'eribga beg'ishladi. Mushuning uchun uning umri nazarband ichida o'tishi mumkin. G'ayribjon, endi qanday qilmoqchi bo'lyapsiz? Rastimni etsam, men bu yerdan qechib ketmoqchiman. Qaytishna hojat. Siz uchun darvozam ochiq. Sizni o'zitib qo'yay. Ana! Ana! Pal açıman. Daniel Aleyhisselam'ın palını açıman. Palsız yürme, palgımı işenme. Pal açıman. Daniel Aleyhisselam'ın palını açıman. Palgı işenme, palsız mı yürme. Pal açıman. Daniel Aleyhisselam'ın palını açıman. Palgı işenme, palsız mı yürme. Pal açıman. Daniel Aleyhisselam'ın palını açıman. Palgı işenme, palsız mı yürme. Palgı işenme, palsız mı yürme. Çapsan özün daldı kal. O biz izdavatkan gayrip şu. Oh, nemi diye xatarlik. Gayripcan. Süper. Çapsan bir yerde gidelim. Bayım bir yerde permanı görüp kaldım.
Nurjana. Ana, Parman ham uning bilan birga ketgan izchil qaytib kelibdi. Undaqda G'ayribjonni topa olibdimi? Hadichadan anglasam, G'ayrib oilasidagilar yo'lda bo'riga ham bo'ptimish. Ayım Malikini yo'qlab kelgidek. Sanamjon, otangizni undaq tanglikni qo'yma. O sizga nurg'un mol dunyo ato qildi. Sizga atab alayda chorboq soldirdi. Yana Meni deb avora bo'lmanglar. Xon ana, bo'ldi so'zlana. Men pak muhabbatimdan voz kechammayman. Sanamjon, ota-onaning nasihatini olmasangiz kupurlik o'tadi. Bu sizning onangiz emasmi? Ananız? Sen... Ağacı ana! Xonish ayım, Xudo haqqi onunğa rahim qısla. Bu bichar bitap tursa, onu yana zo'rlashga qanday ko'ngillar o'naydi. Bu nim deganing? Malikam bilan o'g'limning nikohlik bo'lishi shohning amri. Xudoning taqdiri. Uni hech kim o'zgartirmaydi. Bas. Shohim. Bo'ldi, so'zni bangla. Hürmetlik Şahim. Moşundaq ketiverse jahondagi haq nahaq ostun üstün bo'p ketmamdi. Şahim, g'ayribni qaytirib kelishga farmon tushasizlar bo'ldi. Shundaq bechora Sanamjonning kesilimi shifo topadi. Bala qazodan neri bo'lishni nazarda tutganda bu ahdinomini balduroq ko'zdan yo'qitish zarur edi. Ağacı, mening sodiq kishim. Atqan o'qni qaytirib bo'lmas. Ulug' Shohim, o'zlari Sanamjon uchun taklif qilgan tevib kepti. Sanamjonni davolab saqayta olayman degan heliq tebibami? Shundaq Shohim. Qani, kirsin.
Assalom podshoyi olim. Harmag'aysiz, hurmatli tebiba. Qizimning holiga davo topqaysiz. Bosh ustiga. Marhamat. Sanamjon, shoh otingiz siz uchun taklif qilgan tebiba kepti. Güzel Melikam, chiroyingizdagi zahranglik, nafasdagi otash alomatlari yuragingizda bir xil dard puroqning borligidan darak beryotidi. Buningga menda bir xil shifo bor. Agar tanovul qilsangiz, shifo topasiz. Siz Abdullah bilan to'y qilishga ma'qul bo'ling. Nima? Biroq, shuni shart qilki, aldı bilen 40 keç gündüz toy bolsun, andan nikah o'qishga rozilik bering. 40 keç gündüz toy bolsun. Yürügün para bolup, göz yaşlarım kurup, tenlerim qağı qo'zg'inlog'i yem bo'lib ketsa rozimanki, Abdullah roziliqim yo'q. Siz Farhodni zaharlab o'ltirgan heliqi Cadigar Yasemen Munime. Yo'q, hurmatli Melikam. Mushu 40 kun ichida yaringiz G'ayribjon bilan didor ko'rishib, murodingizga yetasiz. Siz zodi kim bo'lasiz? Men vafodorlik babida bir juft sultonni ko'rdim. U meni huzuringizga boshlab keldi. Sizlarga yordam berishdan boshqa muddaim yo'q. O'zingiz zodi kim? Mening deydiganim shuki, yor vasliga yetish uchun muhabbatga sodiq bo'lishdan boshqa yana pam, farosat lozimdir. Allah, bu o'ngimmi, tushimmi? Bu tush emas. Sanamjon, pat arda yoringiz G'ayribjon bilan didor ko'rishish nasib bo'lg'ay. Xayr. Perişte. Aka, saat qadam sizni uzat qilib ketdi. Assalomu alaykum, Sadiqa. Oybi ona. Qani, marhamat. Qani, marhamat. Sadiqada. Mana be. Buni ağın oğlum. Bu Zulfiqar. Bu Zulfiqarni safar qadimiy qal'adan tepib ketdi. Amin. Allohu akbar. Bu çağlarda Dilaramning nazarida biz tog' qaroqchilari edik. Oğlum, atang Hasan Vezir hayat vaqtida mundaq bir she'rni doim o'qiydigan. Kimiki hila bilan qilsa g'urur, oyoq siridan qumushdek qurur. Olamdagi ishlar taqdirga taalluq, va lekin uningmi tadbiri bordir deganlarimni esingda tut o'g'lim. Sodiq ota, deganlarini esimda mahkam tutaman. Assalomu alaykum Abdullah. Va alaykum assalom do'stim Olimjon. Bugun hajab chiroyli yasinibsan-ku. Bugun emasmi? Seni to'yini muboraklab qo'ydim. Do'stim Olimjon, bu gaping rasmi? Albatta. Mashig'on Sanamjonni bir xush qilib o'tay deb, alohida bu gullarni tizib keldim. Akila ko'r paqay. Do'stligimizning yuzini qilay. Qani, marhamat. Rahmat. Buningda cho'qim bir gap bor.
Alimjon, bu gulni o'zing tizdingmi? Ha, shundaq. Bu gulni o'z qo'lim bilan tizdim. Rostini aytay. Bu gulni tizish uchun taqdavallardan eshib ajoyib bir bog'varni topdim. Gul tizishni shuningdan o'rgandim. Alimjon, aytdi. U qaytib keldimi? Hı. U qayerda? Bizninkida. Atkashda bir amal qilib Sanamjonni Chorbaqa ib chiqqan. Shu chaqda u ikkisi ko'rishalaydi. Atkashda? Jinim Malikam. Bu gulga qarang. Qaytib keldi. Ayting, u nerede? Alimjonning uyida ekan. Gulbanu? Gulbanu? Ahchi ana, yangi kiyimlarimni keltirgayla. Sanamjon, bir amal qilib, ata Chorbaqa chiqish uchun shaxtdan ijozat olg'aysiz. G'ayrib sizni shu yerda saqlaydi. Nima topshiriqlari bor ekan? Qog'oz bilan siya keltiring. Xo'p. Şevketim, şefqatlik Şah ata. Men üçün saldırgan Chorbaqa chiqib, qasdi ko'nglimni olib kelur. Marhamat aylab, ijozat qilg'ayla. Qizlari sana. Hey, navkarlar! Labbay shoyim. Farmonimga quloq sol. Hozirdan boshlab Chorbaqa mendan ijozatsiz hech kim kirmasin. Farmonimga xiloflik qilganlarning kollisi ilinsin. Sanamjon. Xayrjon. Aqtırala.
G'erib, bundaq bo'lishini o'ylamagan bo'g'aydim. Nima qilmoqchisan? Abdullah. Abdullah. Şahimizning farmonidan xabaring yo'qmi? Uning ijozatsiz chabaqqa kirganlarning kallasi elinadi. Nima? Shohning farmoni? Endi farmon tushirish navbati menga keldi. Hurmatli begim. Tog'dagi qaroqchilar sepil sirtida paydo bo'pti. Qarovullikni kuchaytinglar. Xo'p. Abdullah! Səpər, əmdi qaçanmaysan. Ustazım. Oğlum. Ustazım. 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 G'eribjon. Ulug' shohim. Men gunohkor. Men o'limga loyiq. O münafık! Çapsa sözle! Ma'qul. Men aytay. Cellat! Men gunohkor. Men o'limga loyiq. Biroq shohim. Bu ishlarning hammasini Shahvoz vazir planlagan. Ulug' shohim, uning aytganlari butunlay tuhmat. Sözle! Mana bundan 12 yil burun Shahvoz vazirning Hasan vazirni qaslab o'ldirish to'g'risida menga tushirgan maxfiy farmoni. O 12 yildan keyin Shahvoz menga tumshiq eg'izda g'erbni oilasidagilar bilan qo'shib o'ldirib etish to'g'risida farmon tushirdi. Navkarlar! Ulug' shohim, g'erib odam boshlab o'rniga biz kirdi. O'tinib qolay, bir qo'shiq qinimdan kessilar. Ulug' shohim, bu mal'unni yo'qotmoqcha elde tinchlik bo'lmas. Ulug' shohim, bir qo'shiq qinimdan kessilar. Cellat! Labbay! Bu melunun kallısı ilinsin! Hop! Ya Rabbim! G'afillikda o'tkazgan gunohimni kechirgaysan. Ulug' shohim, Oğlum. Sana ko'nglimdan teşekkür aytaman.